Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun nima qilamiz? Bugun bir nechta narsalar haqida gapirishamiz. Xo'p, birinchi navbatda bizda readingda uchraydigan eng ko'p muammolardan gapirishamiz. Ikkita muammo va undan keyin bir nechta kitoblar tavsiya qilaman. Ana shu kitoblar haqida gapirishamiz va undan keyin praktis qilamiz. Praktis qilayotganda A Resource for Reading in Words kitobdan tekstni analiz qilamiz. Xo'p, bizda qanaqa muammolar bor? O'quvchilarda ikki xil muammo bor. Birinchisi vocabulary. Bu juda ham hamma ko'pchilikda uchraydigan muammolardan bittasi. Vocabulary. Bu qanaqa bo'ladi? So'zda shu tekst o'qiganingizda yangi so'zlar bo'ladi, siz uni bilmaysiz, shu uchun tarjima chiqara olmaysiz. Tarjima chiqara olmaganingizdan keyin testlarni ham yaxshi ishlay olmaysiz. Bu eng ko'p uchraydigan muammolardan bittasi va uni qanaqa yechish kerak? Eng yaxshi usuli bu yerda so'z yodlashingiz kerak. Qanaqa so'z yodlashingiz kerak? Masalan, oddiy Cambridge kitoblarini olaylik. Endi bu faqatgina test uchun emas, o'zingizni birorta haqiqiy readingingiz ko'tarmoqchi bo'lsangiz, endi testlardan tashqari, любой o'qiyotgan narsangiz haqida bu. Mana bu yerda o'qidingizda yangi so'zlar chiqdi. Keyin siz qanaqa qilib yodlashingiz kerak u so'zlarni? Ikki xil bo'ladi so'z yodlash. Birinchisi bu daftaringiz o'rtasidan chizasizda, o'ng tomon chap tomon qilib o'zbekcha inglizcha qilib yodlash. Bu usulni yomon demayman, lekin bu usulda har doim ham ishlashni tavsiya bermayman. Bizda shunaqa so'zlar bor, ular shunaqa daftar o'rtasidan chizib yodlanadigan so'zlar. Ularni hayotda ishlatmaysiz, kam ishlatasiz, ishlatsangiz ham ular ko'proq terminlar bo'lishi mumkin. Mana shu reading passagedan chiqadigan so'zlar ko'proq daftar o'rtasidan chizib yodlashga mos keladi. Lekin shunaqa so'zlar bor, u so'zlarni siz chuqur analiz qilishingiz kerak. Shunchaki o'ng taraf, chap taraf qilib turib yodlashni o'zi yetmaydi. Ularga gap tuzib ko'rishingiz kerak, ularni real hayotda ishlatishga harakat qilishingiz kerak. Chunki u so'zlarni siz speakingda, writingda bemalol ishlatishingiz mumkin bo'lgan so'zlar bo'ladi. Lekin siz misol uchun reading passage ishlatgan bo'lsangiz, siz shunchaki o'ng taraf, chap taraf qilganingiz shuni o'zi yetadi. Butun passageni boshdan oxirigacha o'qib chiqqaningizda sizda borini 40 ta so'z yangi chiqsin va 40 ta so'zni siz yodladingizda boshdan oxirigacha hammasini zo'r qilib yodladingiz. Keyin safar passage qilganingizda sizda endi yangi so'zlar soni birdaniga ikkitaga tushib qolmaydi. Sizda yana 40 ta chiqadi, undan keyin yana 40 ta chiqadi. Borini 10-passagengizni qilganingizda sizda 38 ta chiqishi mumkin. Ya'ni nima demoqchiman? So'z yodlayotganda davomiylikni saqlash eng muhimi. Har doim kunlik mashg'ulotingizga aylantirishingiz kerak bu narsani. Keyin misol bugun 40 ta yodladingizda, ertaga 40 ta yodladingiz, indinga 40 ta yodladingiz, bugungiga qaytib kelishingiz kerak. Ya'ni har doim takrorlashingiz kerak avvalgi so'zlarni ham. Chunki takrorlamasangiz bu ayniqsa daftarda o'rtasidan chizilib yodlangan so'zlar juda ham tez esdan chiqib qolishi mumkin. Shuning uchun takrorlab turish kerak. Xo'p, bu birinchi muammo edi, so'z bilan yodlash. Aytganimdek, Cambridge'dagi kitoblarni shu inglizcha, ruscha, inglizcha, o'zbekcha qilib yodlasangiz bo'ladi. Lekin shunaqa kitoblar bor, undagi so'zlarga albatta gap tuzib ko'rish kerak. Misol uchun, ELS Through Reading kitobi. Bu kitobni o'zi tavsiya qilmoqchi edim, hali unga yetib kelmadim, normal hozir aytib ketaman. Bu juda ham yaxshi kitoblardan bittasi. Bundagi so'zlarni siz shunchaki o'ng taraf, chap taraf qilib yodlaganingiz yaxshi emas. Bunda shunaqa so'zlar borki, uni siz gap tuzib ko'rishingiz kerak yoki tagida o'zi tuzilgan gaplar bor. Misol 5 ta so'zga gap tuzib beradi o'zi. Shuni yaxshilab o'rganib, analiz qilib, siz ham o'zingiz shunga o'xshatib gap tuzib ko'rishingiz mumkin. Ya'ni bu yaxshi kitob. Bundagi so'zlarni siz analiz qilishingiz kerak. Cambridge'dagi so'zlarni shunchaki inglizcha, o'zbekcha qilib yodlasangiz bo'laverar ekan. Keyin bu vocabulary birinchi muammo edi. Ikkinchi muammo bu yerda comprehension. Bu comprehension. Bu vocabulary muammosidan ham katta muammo aslida. Tasavvur qiling, siz passage ko'rib turibsiz. Birorta passageda siz har bitta so'zni bilasiz. Also nima, industrialization nima, increase the country's economic output.
output, bularni hammasini bilasiz, lekin tarjima qilayotganda siz ma'no chiqara olmay qolasiz. Ya'ni bu yerda tushunish bilan muammo bo'ladi. Buni qanaqa qilib yo'qotish kerak? Buni yo'qotish uchun siz tarjimangizni yozishingiz kerak. Ya'ni odam bunday o'qib turib, og'zaki tarjima qilib ketayotgan boshqa, keyin yozib tarjima qilgan boshqa. Nima farqi bor desangiz, yozib tarjima qilganda siz har bitta so'zni ma'nosini chiqarishga majbur bo'lib qolasiz. Chunki siz overall ma'noni chiqarishingiz kerak-ku, yozayotganda nimanidir yozish kerak-ku. Shunchaki aytib o'tib keta olmaysiz u narsani. Shu uchun yozish kerak. Yozayotganingizda har bitta so'zni o'rganishga majbur bo'lasiz. Keyin butun gapingiz ham chiroyli mazmun chiqarishga harakat qilasiz, chunki yozganingizda chiroyli o'qilishi kerak-ku. Shu uchun yozish muhim. Lekin butun passajni boshdan oxirigacha yozib chiqish bu juda ham ko'p vaqt oladi va odamni zeriktirib, bezdirib qo'yishi mumkin. Nima qilish kerak? Kichkina passajli kitoblarni olish kerak. Yana ELS through reading. Ko'ryapsiz, tekst unchalik katta emas, bo'lsa bir 5-6 ta gapi bordir ichida. Har bittasini yozib tarjima qiling. Bir oy qiling, shu praksisni bir oy qiling, ichidagi so'zlarni o'rganing. Sizda reading juda ham sezilarli darajada o'sadi. Bu faqatgina test uchun emas, o'zingiz o'qib maza qilishni boshlaysiz. Ya'ni o'zingizni birorta narsani o'qisangiz, ya'ni nima demoqchiman? Ingliz tili faqat testdan iborat emas-ku. Biror bir joyda biror nimani o'qisangiz ham bemalol tushunadigan bo'lasiz yoki o'zingizni dunyoqarashingizni kengaytirish uchun o'qiyotganingizda ham sizda o'sha osonlashadi, jarayon osonlashadi. Bu birinchi usuli. O'zi bundagi tekstlar 3 xil qiyinchilikda: pre-intermediate, intermediate, advanced, uchalasi. Endi faqatgina bundan qiling demayman. Agar siz endi boshlayotgan bo'lsangiz, bu qiyinlik qiladi. Endi readingni oshirishga harakat qilayotgan bo'lsangiz, sizga mana bu kitobni tavsiya qilaman. A Resource for Reading and Voice. Bu juda ham yaxshi kitob. Nimaga desangiz, bunda tekst unchalik qiyin emas, unchalik katta ham emas. Siz buni yozib chiqishingiz albatta kerak. Tarjimasini yozib chiqishingiz albatta kerak, agar sizda comprehension bilan muammo bo'ladigan bo'lsa. Keyin bundagi so'zlar bor-ku. Bundagi so'zlarni siz real hayotda ishlatish uchun gaplar tuzib ko'rishingiz kerak, speakingizni ishlatishga harakat qilishingiz kerak. Bu anavi passajdagi IELTS reading passagelaridagi so'zlardan butunlay farq qiladi va bu qizig'roq ham. Keyin unchalik zerikib ham qolmaysiz, charchab ham qolmaysiz, bezib ham qolmaysiz. Shu uchun birinchi agar readingni endi boshlagan bo'lsangiz, mana shu kitobdan boshlashni tavsiya qilaman. Keyin bu kitob osonlik qilish boshlaganda ELS o'ting, pre-intermediate-ga. Darajangizni sekin-sekin orttirib boravering. Lekin ELS'da ham, bu kitobda ham o'sha tarjimani yozish bu juda ham yaxshi, agar sizda comprehension bilan muammo bo'ladigan bo'lsa. Endi problemlarni gapirdim, boxni gapirdim. Endi practice qilsak bo'ladi. Birinchi tekstni o'qiymiz. Child minding tekstini tanlab olganman. Tekstni o'qiymiz, yaxshi tarjima qilamiz. Keyin so'zlarini bir qator takrorlab chiqamiz. Shu so'zlardan foydalanib, bu yoqda gaplarni to'ldirishimiz kerak. O'zi bizda 6 degan so'z bor, shuni 5 tasini ishlatamiz. Keyin testni analiz qilamiz. Shu yerda darsni tugatsak bo'ladi. Xo'p, boshlaymiz. Child minding. Bu nima degani? Bu bolaga qarash degani. Ya'ni child minding misol uchun ota-ona agar ishlasa, o'zini bolasiga kimnidir pul berib qaratishi mumkin. Ya'ni bu kasb desak ham bo'ladi. Bola qaruvchi kasb. When the children were very young, qachonki bolalar juda yosh bo'lganda deyapti. John worked full time. Bolalar yoshligida John ertalabdan kechgacha ishlabdi. Full time work degani shu ertalabdan kechgacha bo'lgan ish. To'liq stavkami shunaqa deyiladi. When the children were very young, demak bolalar juda yoshligida John ertalabdan kechgacha ishlar ekan. And Pam had a part-time job. Lekin Pamda yarim kunlik ish bo'lgan ekan. Part-time job bu o'sha yarim stavkalik ish. When Pam was offered the opportunity of responsible full-time job, lekin Pamga ertalabdan kechgacha ishlash imkoniyati berilganda deyapti. They didn't want to
hire childminders. Childminder degani shu bolaga qarab turadigan odam. Hire degani ishga olmoq. Demak, PMga ertadan kechgacha ishlash uchun imkoniyat berilganda, ular bolasiga enaga yollashni xohlashmabdi. So John decided it should be he who reduced his working hours to look after the children. Keyin John qaror qildiki, u bolalarga qarash uchun o'zini ish soatlarini kamaytirish kerak, shunaqa deb qaror qildi. Also, John does occasionally resent getting so little financial reward. Resent degani xafa bo'lmoq, afsuslanmoq, shunaqa jahli chiqmoq, shunaqa og'ir hissiyotlar bo'lsa agar, u vaqtda resent bo'ladi. John o'zi kam oylik olishiga xafa bo'lishiga qaramasdan, and misses the responsibility he lost. Miss bu yerda to long for degani xohlamoq. Biron nimani juda ham qattiq xohlamoq. Ya'ni miss bu yerda sog'inmoq yoki o'tkazib yubormoq bunaqa ma'noda emas, balki xohlamoq ma'nosida kelyapti. Va u o'zi yo'qotgan ishini xohlasa ham deyapti, yoki bo'lmasa kam oylik olishga afsuslansa ham, he feels he is well suited to the arrangement he and Pam now have. Lekin u o'zini xotini bilan qilgan qarori, qilgan, qanday tushuntirsam ekan, well suited degani mos. Xullas, o'zlari qilgan qarorga va John uchun yuklangan vazifaga u juda ham mos deb o'ylar ekan. Xo'p, demak, childminder so'zi umuman olganda tekst nima haqida edi? Tekstda shu er-xotin bo'lgan, ularning bolalari yoshligida ko'p ertadan kechgacha ishlagan, lekin bolalari kattaygandan keyin yo'q, uni xotiniga ertadan kechgacha ishlash imkoniyati berilganda bolalariga qaraydigan odam bo'lmay qoldi. Va shu vaqtda Jon o'ylabdiki, endi men ish vaqtim kamaytirib bolalarga qarayman, shunga qaror qiladi, lekin u ba'zida oyligi kamligidan xafa bo'lar ekan va yo'qotgan ishini ham umuman olganda ko'proq ishlashni ham xohlar ekan ba'zida. Asosan tekst shu haqida. Childminder bu yerda bolaga g'amxo'rlik qiladigan odam, ya'ni enaga. Resent bu yerda jahli chiqish, xafa bo'lish, og'ir hissiyotlari bo'lish biron nimadan, ya'ni bu yerda xafa bo'lish umuman olganda. Well suited juda ham mos degani. To reduce kamaytirish, to reward agar bu fe'l bo'lib keladigan bo'lsa, rag'batlantirish bo'ladi. Agar ot bo'lib keladigan bo'lsa, mukofot degan ma'noda keladi. To miss bu yerda long for. Juda ham qattiq xohlamoq biron nimani. Endi gaplarni to'ldiramiz. Grandparents are sometimes bu yerda qarang, ot bo'lish kerak. Chunki the article doim otdan oldin ishlatadi. Lekin e'tibor bersangiz, bizda childminderdan boshqa hech qanaqa ot yo'q. Shu uchun bizda childminder so'zini mantiqan olishingiz kerak. Grandparents are sometimes the childminders bo'ladi. Chunki grandparents bizda ko'plikda, shu uchun childminderga ham ko'plik qo'shimchasini qo'shishingiz kerak. While parents are out at work. Qachonki ota-onalar ishda bo'lgan vaqtda deyapti, ba'zida buvilar bolalarga qarab turadigan enagalar bo'ladi. Ya'ni bu yerda to'g'ri javob childminders bo'ldi. Endi men buni yozib qo'ygandim, nuqtalar qo'yib. Mana shu yerga nuqtalar o'rniga endi to'g'ri javobni yozsak bo'ladi. Childminders. Childminder so'zini hayotda ham ishlatishingiz mumkin, to'g'rimi? Ya'ni bu yerda shuni esingizda ko'proq qolish uchun, gapirayotganingizda esingizga kelish uchun gaplar tuzib ko'rishingiz kerak o'zingiz uchun. Childminder so'ziga. At last, we are getting for our hard work and we will be challenging for the full title ourselves in a couple of years. Bu yerda to'g'ri javob reward so'zi bo'ladi. O'zi reward narigi tarafda bizda fe'l bo'lib kelgandi, lekin ot bo'lsa mukofot bo'ladi dedim. Ya'ni bu yerda aytmoqchiki, va nihoyat biz qattiq ishlaganimiz mukofotini olyapmiz. Ya'ni
qattiq mehnatimiz mukofotini olyapmiz deyapti. And we will be challenging for the world title ourselves in a couple of years. We will be challenging degani biron nimaga harakat qilmoq, biron nimani yutishga harakat qilmoq, qattiq mehnat qilmoq, shunaqa ma'noda. The world title degani biron nima qaysidir musobaqada yoki qanaqadir xullas chempionatdami yoki musobaqadami ish qilib eng birinchi o'rin, eng katta mukofot shunaqa ma'nolarda keladi. Bu yerda aytyaptiki, shu eng birinchi o'rin uchun, eng katta mukofot uchun 2 yil davomida biz qattiq harakat qilamiz deb aytyapti. Xullas ikkinchisiga to'g'ri javob bizda reward so'zi bo'ldi. Biz buni highlight qilib qo'ysak bo'ladi. Endi uchinchisi Megan has been bo'ladi. Megan has so'zini qisqartirib apostrophe bilan beryapti. Megan's been married for 18 years. Demak, Megan turmush qurganiga 18 yil bo'ldi. And still loves her husband. Va u erini haligacha yaxshi ko'rar ekan. But lekin deyapti, his meanness. U meanness degani bu yerda agar umuman olganda meanness bu mean adjectivini ot versiyasi, ya'ni otlashgan sifat bu. Mean nima degani? Mean qachonki odam ziqna, g'amxo'rlik qilmaydigan yoki bo'lmasa agressiv shunaqa odamni mean deydi va meanness ana shu sifatlarni ifodalaydigan xarakter. Ziqnalik deymizmi yoki g'amxo'rlik qilmaslik deymizmi? Xullas xarakterda turib va o'sha narsa uchun nima qiladi? Xafa bo'ladi. Ya'ni resents. But resents. Resent edi narigi tarafda, lekin biz she haqida, ya'ni uchinchi shaxs haqida gapirayotganimiz uchun birlik fe'lga birlik qo'shimchasini qo'shishimiz kerak. Resents his meanness. Megan turmush qurganiga 18 yil bo'lgan va u haligacha o'zini turmush o'rtog'ini yaxshi ko'radi. Lekin u o'zini shu meanness xarakteridan xafa bo'ladi. Shu xarakterdan o'z-o'zidan jahli chiqadi. Shunaqa ma'noda resent so'zi ishlatilgan. Xo'p, endi 4-gap. To help. Bu yerda fe'l bo'lishi kerak. Infection. Infeksiyani nimadir qilishga yordam berish uchun, bu tabiiyki kamaytirishga. To help reduce so'zi. Infeksiyani kamaytirishga yordam berish uchun. Our community care workers. Community care worker degani shunaqa guruh odamlarki, ular jamiyatdagi insonlarni sog'lig'i yoki bo'lmasa umuman yaxshiligi uchun ishlaydigan odamlar. Ular homiylar bo'lishi mumkin, doktorlar bo'lishi mumkin. Umuman olganda jamiyat uchun ishlaydigan odamlar. Ular deyapti, also provide clean needles and syringe. Needle bilan syringe degani shu igna va ukol qiladigan vositalar degani. Shunaqa toza igna va ukol qiladigan vositalarni to those clients who are non-injectors. O'sha ukol qilishni biladigan, umuman olganda ukol qilish uchun mas'ul bo'lgan odamlarga ta'minlab berishadi demoqchi. Demak, infeksiyani kamaytirishga yordam berish uchun jamiyat uchun yordam beradigan odamlar ukol qiladiganlarga toza igna va ukol qiladigan vositalar bilan ta'minlab berishadi. Gapning tarjimasi shunaqa bo'ladi. Va bizda ishlatgan so'zimiz bizda reduce bo'ldi. Oxirgi gapimiz Mr. Burberry is to the task. Bu yerda well matched so'zi, well suited so'zi ishlatiladi. Ya'ni mos degani. Mr. Burberry is well suited to the task for he is best known as the editor of history books. Mr. Burberry bu vazifaga juda ham mos, well suited so'zi shu uchun ishlatilgan. Juda ham mos, chunki u tarix kitoblari tahrirchisi sifatida juda ham mashhur. Shunaqa ma'noda tarjima qilinadi. Demak, biz hozir tekstni o'qidik,
yangi so'zlarni o'rgandik va 5 ta gapni analiz qildik. Endi va nihoyat bizda qolgan 3 ta testni ishlasak bo'ladi. When his wife was offered a full-time job, o'zini ayoliga ertadan kechgacha ishlash imkoniyati berilganda deyapti. John decided to look after the children because John bolalarga qarashga qaror qabul qildi. Chunki nima uchun? Ada, he's enjoyed being with them more than his wife did. U o'zini ayolidan ko'ra ko'proq bolalar bilan zavqlanadi deyapti. Bu not given. Qaysi biri ko'proq bolalar bilan vaqt o'tkazib zavqlanadi? Bu narsa berilmagan. B'da he didn't want a stranger to care for them. Ya'ni u bolalarga begona odam qarashini xohlamadi. Bu to'g'ri javob. Nima uchun? Chunki qarang, mana bu yerda bizda they didn't want to hire childminders deb berilgan. Ya'ni ular xohlashmadi, boshqa bir enagani ishga olishni xohlashmadi. Ya'ni bu yerda begona odamni bolalarga qarashini xohlamadi degan gap bilan bir xil. Shu uchun bizda birinchiga to'g'ri javob B bo'ldi. Nima uchun C xato? His wife would earn more money than he could. Bu yerda to'g'ri, ayoli ko'proq pul topadi. Agar erkak yarim stavka ishlab bolalarga qarasa, u vaqtda ayol ko'proq pul topadi, lekin asosiy sabab bu bo'lmagan. Ya'ni u shunchaki boshqa bir odamni bolasiga qarashini xohlamagan. Shu uchun bu yerda C xato bo'ladi. Dida, he only had a part-time job. Yo'q, unda faqatgina yarim stavka ish emas, balki ertadan kechgacha ishlayotgandi. U o'zini xohishi bilan uni yarim stavkaga tushiradi. Ya'ni unda faqatgina bittagina variant bo'lmagan unda. D xato. Ida, his working hours were more than Pam's. To'g'ri, u ko'proq ishlardi, ayoldan ko'ra ko'proq, lekin bu aytgandek asosiy sabab emas. Asosiy sabab u shunchaki begona odamni bolalarga qarashni xohlamadi. Ikkinchisi, we understand from the passage that biz passagedan shuni tushunamizki, John doesn't have any responsibility. Yo'q, bu noto'g'ri javob, absolutno noto'g'ri. Nima uchun? Chunki unda responsibility bor, ya'ni unda ish bor. Uni ishi yana kamiga to'liq stavkada edi. B'da had experience of helping in the house before. Ya'ni uyda uy ishlariga, umuman shu bolalarga qarash bo'yicha uni tajribasi bor edi deyapti. Yo'q, bu narsa not given, biz uchun berilmagan, tekstda yo'q unaqa joyi. C'da takes pleasure in housework. U uy ishlarini qilib maza qiladimi, yo'qmi, bu narsa bizga berilmagan. D would rather have a full-time job than look after his children. Bu yerda o'zini bolasiga qaragandan ko'ra to'liq stavkada ishlashni afzal ko'rardi deyapti. Yo'q, bu narsa noto'g'ri va u shu bolalarga qarash uchun ishini to'liq stavkadan ko'ra kamaytirdi. Va bizda bittagina variantimiz qoldi. U aniq to'g'ri javob. Earns little money. Biz passagedan shuni tushunishimiz mumkinki, Johnni oyligi kam. Bu to'g'ri javob va bu narsani biz tekst bilan ham tekshirib olsak bo'ladi. Also, John does occasionally resent getting so little financial reward for his work. Ya'ni u oyligi kamligidan afsuslansa ham, oyligi kamligidan xafa bo'lsa ham, ya'ni bu narsani o'qib biz tushunishimiz mumkinki, u kam oylik oladi. Chunki u yarim stavka ishlaydi. Ya'ni ikkinchiga to'g'ri javob bizda E variant bo'ldi, E option. Va oxirgi test bizda one regret that John sometimes has is that bitta narsaga afsuslanar ekan John, u nima? He feels satisfied with his situation. U hozirgi vaziyati bilan qoniqadi, hozirgi vaziyatidan qoniqadi. Yo'q, bu narsa emas. B'da sees so little of his wife. O'zini ayolini kam ko'rishdan afsuslanadi. Bu narsa umuman berilmagan. C'da has less responsibility at work than before. Mana shu to'g'ri javob. Ya'ni uni hozir ishi kam, shu narsadan afsuslanadi. Buni qayerdan bilishimiz mumkin? Qarang, u oyligi kamligidan afsuslanib xafa bo'lsa ham, xafa bo'lishga yoki misses the responsibility he lost. Ya'ni o'zi yo'qotgan ishini yana xohlashiga qaramasdan,
Ya'ni uni hozir ishi kam va shu narsa unga yoqmaydi. Bu narsa uni xafa qiladi. Shu uchun bizda to'g'ri javob C bo'ladi. Nima uchun D xato? John has given up and extremely successful. Give up degani voz kechmoq degani. Ya'ni has given up and extremely successful. Bu yerda shu bu yerda monogenda grammatik xato bor. Qanaqadir. An extremely successful yana nimadir ham bo'lishi kerak onda. Ot bo'lishi kerak. Xullas D xato. To'g'ri javob C. Ida is suitable for the arrangement they have now. U o'zi mosligini bilsa, o'zlari qilgan qarorga va o'zi qilayotgan, uyda qilayotgan ishiga mosligini bilsa, bu u narsadan afsuslanadimi? Yo'q, naborot, bu narsa uni xursand qilish kerak-ku, mosligini bilish, to'g'rimi? Ya'ni bu yerda I variant butunlay mantiqan jihatdan ham xato. To'g'ri javob aytganimdek C. Xo'p, mana shu yerda tekst tugaydi. Hammaga e'tiboringlar uchun rahmat. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.